ignadan ip o'tkazmoqchi bo'lgan vaqtda harakat, ya'ni maqsadga yo'naltirilgan harakat vaqtida qo'llarda titroq kuzatilsa, albatta nevrolog shifokoriga murojaat qilish. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan essential tremor kasalligi haqida gaplashamiz. Essential tremor bu nasliy kasallik hisoblanib, qo'llarning uchida kuzatiladigan titroq, ya'ni tremor bilan namoyon bo'ladi. Nasliy autosom dominant tipda nasldan naslga o'tadi. Shuning hisobiga oilaning deyarli yarmida essential tremor kasalligi kuzatilishi mumkin. Essential tremor kasalligining asosiy belgisi ikkala qo'lda kuzatiladigan titroq, ya'ni tremor bir xil ikkala qo'lda kamdan kam hollarda bir tomonda kuzatilishi mumkin. Asosan ikki tomonda boshlanadi. Turli yoshda boshlanishi mumkin. Essential tremor boshlangandan so'ng emotsional zo'riqqanda, hissiy zo'riqishlar kuzatilganda, kofein, qora choy iste'mol qilganda bu tremor kuchayishi mumkin. Spirtli ichimliklar iste'mol qilganda bu tremor susayadi. O'sha kuni bu kunisiga yana kuchayishi kuzatiladi. Essential tremordagi kuzatiladigan tremorlar asosan harakat vaqtida tremor kuchayishi, ya'ni o'sha likopchadan shu piyolani olgan vaqtida, harakatda piyola ichish vaqtida yoki tish yuvgan vaqtida bu tremorning kuchayishi kuzatiladi. Essential tremor bilan birgalikda bu kasallikda ba'zan turli xil distoniya, diskineziyalar ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni o'sha spastik bo'yin qiyshiqligi alamanda bo'lgan distoniya va boshqa kasalliklar ham kuzatilishi mumkin. Bunda torsion distoniyadan tashxisni farqlab olish birmuncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Essential tremor paydo bo'lishi bilan uzoq vaqt, ya'ni 3 yildan ortiq muddat vaqtida faqatgina tremor bilan namoyon bo'lishi mumkin. Keyinchalik esa turli xil klinik belgilar qo'shilishi mumkin. Bunga o'sha ekstrapiramidal simptomlar, masalan, o'sha Parkinsonizmga xos mushaklar rigitligi, bradikineziya va boshqa belgilarning keyinchalik paydo bo'lishi mumkin. Chunki uzoq vaqt monosimptom, ya'ni faqat tremor sifatida essential tremor yuzaga keladi. Essential tremor kuzatilgan bemorlarda yozish tekshirilganda grafospazm kuzatilishi mumkin. Ya'ni bemor qo'li qaltiramasligi uchun ruchkani juda ham qattiq ushlaydi va qo'l mushaklarining spazm hisobiga yozolmay qolishi va turli xil distonik diskineziyalar, qo'ldagi ortiqcha harakatlarning paydo bo'lishi yoki qotib qolishi bu essential tremor uchun xos hisoblanadi. Essential tremorda aniq tashxislab olishning asosiy kriteriyalardan biri bu ikkala qo'lda ham bir xil vaqtda boshlanishi odatda kuzatiladi. Juda ham kamdan kam hollarda bir tomondan boshlanishi, oilaviy anamnezga ega ekanligi, nasldan naslga o'tib borishi va asosiy klinik tashxislash uchun asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Tremorning harakat vaqtida kuchayishi ham bu klinik belgilardan hisoblanadi. Bu tremorni turli xil kasalliklarda kuzatiladigan tremorlardan farqlab olish kerak. Birinchi o'rinda bu Parkinson kasalligida kuzatiladigan tremor. Parkinson kasalligida kuzatiladigan tremor u asosan bir qo'lda boshlanadi va keyinchalik ikkinchi qo'lga o'tishi mumkin. Essential tremorda esa ikkala qo'lda bir xil boshlanishi juda ham ko'p kuzatiladi. Shuningdek, Parkinson kasalligida tinch holatdagi tremor kuzatiladi, ya'ni tremor pakoya, tinch holatdagi titroq kuzatiladi. Essential tremorda esa harakatdagi tremor, ya'ni o'sha kalitni eshikka olib borgan vaqtida yoki ignadan ip o'tkazmoqchi bo'lgan vaqtda harakat, ya'ni maqsadga yo'naltirilgan harakat vaqtida tremorning kuchayishi essential tremor uchun xos. Parkinsonizm esa tinch holatda kuzatiladigan tremor xos. Parkinsonizmda bundan tashqari bradikineziya, mushaklarning rigitligi ham Parkinsonizmda tremor bilan birga paydo bo'ladi. Yana qanday kasalliklar bilan tashxislash uchun farqlab olishimiz mumkin? Masalan, nevrozlarda, nevrotik tremorlardan ham farqlab olish kerak. Nevrotik tremorlarda ham xuddi essential tremor kabi ikki tomonlama boshlanib, bu insonni shifokorni chalg'itishi mumkin. Lekin nevrozlarda yana qo'shimcha belgilar, ya'ni nevrotik belgilarning bo'lishi, yana qo'rquv, xavotir, vahimalarning kuzatilishi va yana turli xil, masalan, yurak sohasida yoki oshqozon ichak yoki nafas olish sohasida turli xil klinik belgilarning mavjud ekanligidan shikoyat qilishi essential tremordan farqlashga yordam beradi. Yana bunda kuzatiladigan
tarqoq sklerozda kuzatiladigan tremorlardan farqlash mumkin. Tarqoq sklerozda tremordan tashqari turli xil miyacha simptomlari, piramidal simptomlar, oftalmologik, ya'ni ko'zda kuzatiladigan simptomlar mavjudligi bu tremorni, essensial tremorlarni farqlashga yordam beradi. Yana gipotalintikular degeneratsiya, ya'ni misning jigar to'planishi bilan kuzatiladigan kasallikda, bu ham autosomal resessivdan nasldan naslga o'tadigan kasallik hisoblanganligi uchun essensial tremordan farqlash kerak. Bunda essensial tremordan farqli ravishda jigar sirrozi va turli xil miyacha simptomlarining mavjudligi, miyacha simptomlar, ya'ni shu muvozanat bilan bog'liq simptom, miyacha taskalarining kuzatilishi gipotalintikular degeneratsiyadan farqlashga yordam beradi. Qalqon son bez kasalliklari, ya'ni tireotoksikozga xos tremorda ham essensial tremor bilan farqlash kerak. Tireotoksikozga xos tremorning essensial tremordan farqi, bunday kasalliklar turli xil vegetatsiya, ya'ni qo'l oyoqning muzlashi, terlashi, ko'z bilan bog'liq, ya'ni oftalmologik o'zgarishlar, ya'ni tireotoksikozda kuzatiladigan belgilar va qalqon son bez gormonlarining miqdorida o'zgarishning kuzatilishi essensial tremordan farqlashga yordam beradi. Bular farqlashlar bizga nima uchun kerak? Chunki aniq tashxis qo'yish va davolash uchun. Essensial tremor tashxisi qo'yilgandan so'ng uni qanday davolash kerak? Asosiy tanlov preparati, davo vositasi bu beta adrenoblokatorlar hisoblanadi. Bularda eng keng qo'llaniladigan propranolol kichik dozadan boshlanib kerakli dozagacha oshirib boriladi. Agar kichik dozada o'sha tremor kamaysa maksimal, lekin butkul to'xtamaydi, o'sha dozada qolinadi. Bundan tashqari atenolol, metanol, turli xil beta blokatorlarni ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari yana klonazepam ham ishlatish mumkin. Essensial tremorda bu beta adrenoblokator qo'llashga qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lganda klonazepam ishlatiladi. Shuningdek, antiepileptik dori vositalari, karbamazepin, gabapentin, tebantin dori vositalarini ham qo'llash effektiv hisoblanadi. Bu rivojlanib boruvchi kasallik hisoblanadi. Essensial tremorni dori vositalari bilan hech qanday effekt kuzatilmaganda operativ davo muolajasi tavsiya qilinadi. Sizda va yaqinlaringizda essensial tremor, ya'ni qo'llarda titroq kuzatilsa, albatta nevrolog shifokoriga murojaat qilish kerak.